Joriy yilning 17-iyun kuni Ellikqal'a tumani Ichki ishlar bo'limi binosida ochiq sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Ellikqal'a tuman sudi raisi Shahobbos Ro'zimov raisligida o'tgan mazkur majlisda xato qilgan, biroq tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 6 nafar shaxslarning ishi ko'rib chiqildi. Sud jarayonida Ellikqal'a tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish tartibida kiritilgan 6 ta taqdimnomasi atroflicha o'rganildi. Ushbu modda talablariga ko'ra, jazoni o'tash jarayonida o'zining ijobiy harakatlarini ko'rsatgan, mehnatga halol munosabatda bo'lgan va belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy amal qilgan mahkumlarga nisbatan davlatimiz tomonidan yengillik berilishi belgilangan. Sayyor sud majlisida ishtirok etgan mahkumlar so'zga chiqib, sodir etgan qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon ekanliklarini, jazo o'tash davrida o'zlariga tegishli hayotiy xulosa chiqarishlarini, kelgusida halol mehnat qilib, jamiyatda munosib o'rin egallash hamda qonunlarga rioya qilishga va'da berishlarini bildirdilar. Sud har bir mahkumning shaxsini, uning xulq-atvorini va probatsiya bo'limi tomonidan berilgan tavsiyanomalarini chuqur tahlil qildi. 6 nafar mahkum jazo muddatining belgilangan qismini haqiqatda o'tagani, tuzalish yo'liga o'tgani va mehnatga halol munosabati inobatga olinib, jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Mazkur shaxslar nafaqat jazodan ozod etilishi, balki jazolarning ijrosini nazorat qilish guruhi hisobidan ham chiqarilib, o'z oilalari bag'riga to'laqonli ijtimoiy moslashgan shaxslar sifatida qaytarildi. Bu kabi sayyor sud majlislarining o'tkazilishi mamlakatimizda sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy ifodasi bo'lib, xato qilgan shaxsga o'z hayotini ijobiy tomonga o'zgartirish uchun belgilangan muhim imkoniyatdir.